Nima deb o'ylaysiz? Erkak kishi qanaqa vaziyatda taloq beradi? Uncha qiyin savol bu. Naryoqda bitta qiz o'tib ketyapti. Qani ulardan ham intervyu olib ko'ramiz. Yaxshimisiz? 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir ikkita savol javob qilsangiz nima deysiz? Qanaqa savol? Qiziq savollar. Hayotiy. Mayli. Nima deb o'ylaysiz? Erkak kishi qanaqa vaziyatda taloq beradi? Uncha qiyin savol bu. Qiyin savol berdingiz. Bu narsaga hammani nomidan gapirib bo'lmaydi. Endi o'zimni fikrimni aytaman. Arzimas narsaga berilmaydi-da bu narsa. Bu narsa bilan hazillashib, o'ynashib bo'lmaydi. Lekin hozir arzimaydigan narsalarga bu narsani ishlatadigan erkaklar ham ko'payib ketgan. Aynim qo'sh tirnoq ichidagilar. Hammani ham aytmayman, lekin hazillashib oilani buzvoriladigan, ishlatilinadigan gap emas-da. Emotsiyada gapiriladigan gap emas, bu to'g'rimi? Yo'q, jahl chiqqanda gapiriladigan gap emas.